Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, mini traktor ishqibozlari. Do'konimizga yangi turdagi traktorimiz keldi, ya'ni 254. Bitta ko'rganda 404 yo 504 ishlashi mumkin, ya'ni 404 va 504 larga o'xshagan, kapotlari ham katta, motor korobkalari katta, lekin 3 portion 254 markali mini traktorimiz keldi. Mana ko'rishingiz mumkin. 3 ta porsioni bor, radiatorli, Yuto motordan qo'yilgan. Oldi ham, orqa ham tortadi. Pajnislari bor, ya'ni quyon, toshbaqa tezliklargacha, skorlargacha bo'ladi va 4 ta zadni bilan 5 ta skori bo'ladi akalar. Jami 7 ta skori bor. Oldini, orqani qo'shib, oldini uzib ulaydiganlargacha bor. Oldini qo'shib uzadi bemalol. Va mana ko'rishingiz mumkin, ramalargacha o'ta baquvvat. Narxlari ham o'ta arzon. Hali narxlargacha ham chiqqan yo'q, xudo xolasa arzon narxlarda qilib beramiz. Yangi chiqqan mini traktorimiz. Manzilda aytib o'tamiz, manzil Toshkentdan Vodiyga kirib kelaverishdagi magazinimizda joylashgan mini traktorlarimiz. Vodiyda, ya'ni Andijon, Qo'qon, Namangan kirib kelaverishda Perevaldan shu yerda joylashgan. Orqa oldi balonlarini ko'rib turibsizlar, Shiroki balondan qo'yilgan. Orqa nasoslari, orqa insholari bosadi, inshoni o'zi ham bosadi va toshlari katta toshlardan qo'yilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni orqasi chuqurroq haydashi uchun ikki korpus pullarni bemalol tortaveradi. Tepada zontiklari bor, hozir qo'yib chiroyli holatga keltirib qo'yamiz. Zontiklargacha qo'yiladi. Original traktorimiz, ko'rishingiz mumkin. Garantiya beramiz. Yetkazib berish xizmatlari ham mavjud.